Süzüklüki yuqori bo'lgan eng yangi uyg'urcha ovozliq nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Film Xumar Süzük film to'riga kiring. To'rbet adresimiz www.filmxumar.co. Şivucin. Şivucin. Yığlama. Hemmegime ayıplık. Sizni yuturup koydum. Siz cefa çektiniz. Qamatlik bo'lib ketibsiz. Hey, siz Jüven bilan qanday qilib tanishib qoldingiz? Buni keyin asta-asta deyishayli. Hozir men bilaman. Yuring. Voy voy. Muğalim, meni tanımadınızmı? Ben Sendonluq. Sendonluq, siz kelsiz-da. Şundaq, meni kechiring. Mening kasobitimdan chiqqanlar adishib ketdinglar. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Mana hozir biz yana jam bo'ldik-ku. Hammasi sening kasobiting. Yana qimor o'ynaydigan bo'lsa, yenimga kelguchi bo'lma. Undaq qilmaydi. Herkes undaq qilmaydi. Aka, sizlar hajab o'zgarib ketibsizlar-ku. Hay, desam gap to'la. Sizga asta-asta so'zlab beray. Hey, aka. Uning action, kel. Hey, Shujin. Jo'yun sizga obdan muomala qilamdi. U menga bek obdan muomala qildi. Shundaqmi? Yaxshi bo'pti. Siz yaxshi odamga uchrabsiz. Siz uningga obdaroq muomala qiling. Uqdingizmi?
Aka, nasıl qilmisingizchi? Bo'pti. Shojin, bizning Amdil Shanxayga kelgan vaqtimizdagi qiyofatimiz esingizdami? Esimda. Hargiz unutib qolmayman. O kuni siz poyezddan tushibla bu ovoz Shanxayga bakmi qiziqib qolgandingiz. Sizmi qiziqib qolgandingiz-ku? Ko'chalarda ketayotgan mashinalarni ko'rib, qo'rqib ketgandingiz. Hey, aka. Ularga qarang. Ularning turqi bizning Shanxayga endi kelgan vaqtimiznikiga bakmi o'xshaydi ekan. Aka, deb beqinglar. Amaliyotda Shanxay degan shundoq yaxshi joymi? Shundoq. Aka, ayada o'tiraylik. Yuring. Biroq Shanxayda yezil qaraganda jon beqish ko'rsatdi-ku. Ta'lingizga bog'liq. Yana qanday qilib fursatdan foydalanishingiz bog'liq. Nurg'un odamlar sizdek talaylik bo'lib, biroq obdan fursatga erishishni orzu qiladi. Shundoq bo'lmaydi-ku. Siz mening bugünkidek holatimni o'ng'ay qo'lga keldi deb o'ylab qoldingizmi? Aka, sizning bu holatingizni ko'rib bakmi xush bo'ldim. Biroq Shanxay degan har qanday odam to'plangan joy. Shunga siz pulni ko'zlab buzuq ishlarni qilmang. Zodi o'ylamabdim. Siz menga tarbiya bergudek bo'lib ketibsiz. Ajiba, siz mening mijozimni bilmabsiz. Men hargiz undaq buzuq ishlarni qilmayman. Xotirjam bo'ling. Bu yerda hech qanday narsa o'zgargani yo'q. Meningcha siz biroz o'zgargandek qilasiz. Yurib qaytib ketaylik. Mo'xinim, qani, mashinaga chiqing. Ma'qul. Marhamat. To'xtanglar, mashinada tushmanglar. Lolio, ularning mashinasi qo'zg'algandan keyin ularning oldini to'sing. Uqdingizmi? Tez bo'l, tez. Tez bo'lsanglar, tez. Mang'saq bo'lmaydi. Buni elib ol. Tez bo'linglar. Mang'ayli. Tez qo'layli, tez bo'linglar, tez. Tez yetishinglar, tez. Olab geldi. Hem de kadaklı biz. Allah. Hey, saksınak olab geldi. Tez Heydar, tez. Tez. Toxta. Toxta mı sen ok çıkırma. Toxta. Tez toxta. Hem de kadaklı'mız. Öyle zaman oldu. Tez bol, onu aldı koy. Tez, tez bol. Toxta, toxta. Anladın mı yok? Toxta. Tez. Onun aldıma tut gideyli. Tez hayda. Tez. Yine tez hayda.
Yollarda kaldırırsanız mukavvatlayman. Tez haydanglar, ular yetişip oldu. Yana qo'qlayli. Tez bo'l. Tez hayda. Tez bo'l. Chapsan. Tez bo'linglar, ular kelimizni qo'qlab kelyapti. To'xtash! Ey, qatnashchi! To'xtash! Tez bo'linglar. Ular kelyapti. To'xta! Tez bo'linglar, tez! Ey, to'xta! Tez qochaylik, tez! Ha? Ular nega yushirinib olgandi o? Tez kaçaylı. Çirkov. Kelinglar, ko'pchilik, qaytib kelinglar. Qaytaylik. Siz kaçaylı. Tez. Çapsın bu. Ben bu işini çok oynuqlab çıkmay koymayım. Saqçı başlığı. Siz intayin çoğun xizmet gösterdiniz. Ofisir bo'lgan ekanman, bunchalik ishni qilishim kerak. Siz mal yotkash vaqtini ham o'rnini qanday uqqandingiz? Do'galat Jujang. Men ularni kuzatgili uzun bo'lgan. Natijada deganimdek bo'ldi. Bugun atdigan men bir necha odamni boshlab. Kuzatgili uzun bo'pti. Nima uchun do'galat qilmadingiz? Ha? Ular ne ketdi? Malning egisi zodi kim? Jinoyatchi zodi kim? Jujang, qechib ketgan haliqi chet ellikni men tuniyman. Uning ehtimol degan gapga to'yni qonunni adil ijro qilib bo'ladi. Bir ofitser bo'lish sifatingiz bilan sizmi bilasiz? Kichik ishga sabr qilmasak, cho'ng ishga daxli yetadi. Saqchi boshlig'i, xizmat ko'rsatishga bak oldirab ketmang.
Voy. Men. To'xtab turing. Kechiring. Bu ishdan faqat xabarim yo'q edi. Bo'ladi. Hozir beribli bijiray. O solga burilsa, men solga burildim. O'ngga burilsa, men o'ngga burildim. Shuning bilan o mashinada Men sizlarga deb beray. U kuni o to'satdan mashinani daraxtga ustadi. Biz hech narsa bo'lmadi. Hey, qaranglar, bizning botirimiz keldi. Jo'jansini mukofotladimi? Meni mukofotladı demsizlar. Shundoq bo'lmaychi. Mushundoq bir cho'ng azini pash qilish bir necha yildan buyon ko'rilib boqmagan ish. Bu qitim cho'qim aminingizdan maoshingiz o'stirgan bo'ldi. Bunaqa gap gaplaydi. Sen boşingiz o'stirgan bo'ldi. Bizni mehmon qilamsiz. U deb ketadigan bo'ldi. Shu to'g'ri. Bizni mehmon qilsa bo'lmaydi. To'g'ri. Sizlar paranglashaveringlar. U bep ketadigan bo'ldi. Qandaqdir deb gapim to'g'ridir. To'kilat. Men keldim. Qani, o'tiring. Vangro. Siz bu qatim bek charchab ketdingiz. Jafo chekdingiz. Idoradan sizga 3 oylik dam olish berishni qaror qildik. Bu sizga bo'lgan ilhom, dam oling. Men bek afsuslandim. Mushundaq bir ko'ngilsizlik yuz berdi. Men bu ishni ichki tashqi jihatdan puxta o'rinlashtirilgan deb qaragan edim. Bu iflos junguliqlarning bunday qilishini zot o'ylamabdimi? Bu qatim biz nurg'un ziyon tortdik. Qo'rqinchli bo'lgani shuki, bu tehi ishning boshlanishi. Buningdan keyin biz ここの警察はやりすぎんだ。そして少しの例も知らんだ。 Şendiyan efendinin karşıca Cungo sakçıları bek aşırı ötüptü. Azra kaydını mı bilmeydi iken. Bek taptan çıkıp gitipti. Dostlar, amanlıq saqlaş idarəsi bu cəhətdə işənçilik. Bu qətim kütülməyən iş bopdu. Yaxşılıq qılğanını bilməydiğən saqçılarının öz beşimçiliği bilən məşundaq iş yüz beribdi. Sizlər xatırcam bulunlar. Mən saqçı idarəsiga allaqaçan telefon verdim. O kiçikkina saqçının qoludan heç qancha iş gəlməydi. Bu cəhətdə əndiş qilishimizning hojati yo'q. Meningcha, yetkash bexatarligi intayin muhim masala. Buni darhol hal qilmasak bo'lmaydi. Cungo'ning yeri keng. Bizning kuchimizmi cheklik. O'tgan oyda bizning ikki turkumimizni boshqalar yeb ketdi. Shundoq. Herkes unutib qolmanglar. Bizde yana bir türküm medeniyetikarlıklar var. Hakikaten dünyada az tepildiğin kıymetli baylık. Ulanı yetkep çıkıp ketmekçimiz. Men yana bir türküm medeniyetikarlıklar setip algandan keyin yetkeyimiz. Bey Aksakal, bu qitim herkesmi bexaslik qilishga bo'lmaydi. Uqdingizmi?モーという人は聞く人があるんか。彼はとても腕のある人だ。さあどうですか。我々の仕事に合うのかどうか。 Süzüklüki yuqori bo'lgan eng yangi Uyg'urcha ovozli nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, film Humat Süzük film to'g'ri. Turbat adresimiz Bu odamning ahvolini men anglagan. Bu odam baqobiliyatli ekan. Chamboshchilikni mo bilar ekan. Bu odam ishonchli bo'lganda. Ko'pchilik unutib qolmanglar. Mo'rinjin degan tansining odimi. Ko'pchilik tansini obdan biladi. Har qanday qilgan bilan bu, o biz bilan hamkorlashmaydi. Mo'rinjin. Bu odam tansining odim bo'lgan ekan, undaqda biz bilan hamkorlashishi hargiz mumkin emas. Yana boshqa muvofiq odam bormi? Menimcha odam tepilib qoladi.
Biroq Mo'rinjin yaqindan buyon kuchi eng zo'r, ta'sir kuchli bo'lgan port ishchilarining katibishi. Afsus. モーという人は貿易会社を経営したそうです。貿易の方面から接触したらどうですか? Anlaşımcı Mo'rinjin o'zi bir shirkat qurib demiş. Bu shirkat tijorat qiladigandu. O cho'qim shirkatini ro'naq topqizish xayolida bo'lib o'tadigandu. Onun bilan bu haqda maslahatlashib baqsaq qandaq? Sınab bakaylı. Onun bilen münasebet baklaylı. Qani kelinglar, gap ochaqtinglar. Yaxshimisiz? Shukurga marhamat qilinglar. Yaxshimisiz? Gap ochaqtinglar. Yaxshimisiz? Qani marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani marhamat. Yaxshimisiz? 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 Gap o'tamiz. O'tirishimiz yaxshi bo'lgan bu. Qani marhamat. Tabriklayman. Bu kiyimingizdek chiroyli ekan. Qani kiringlar. Yaxshimisiz? 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 Kichaylik. Shundoq qilib Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Qani ichkari kiringlar. Yaxshimisiz? Rahmat. Sizni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Gap ochaqdan. Yaxshimisiz? 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 Sendonluq. Uqtu. Hey, şofonchi. Sendonluq. Bugun odam intayin ko'p keldi, ha? Shundoq sizlardek aldirash bo'lib ketdinglar. Akam Soyibxon, shundoq aldirash bo'lib ketdi. Hey, men sizga biron qaraq akib beray. Hojati yo'q, ishingizni qilavering. Meni deb avara bo'lmang. Qani bering. Emas, men ishimga boray. Sal turib, akam sizga amra bo'lsin, ha? Muatendi, siz öz karamatınızı namayan kıpsiz. Kelip, tebriklemesen bulamdı. Rahmet. Bu kişi Yapon ile Şendiyen efendi, yakışımsız. Bu kişi sakşı darısının başlığı. Soğuduğunuzda ro'naqda pishiq tilakdoshman. Bey oqsoqol aytdi. Bir ishingiz chiqib qolsa, menga telefon bering. Yordamingizda bo'laman. Rahmat. Ko'p rahmat. Bugun bu ya bak qizib ketibdi. Qani marhamat. Rahmat. Qani. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Marhamat. Hey, Vangrong, kechikib keldingiz-ku. Savdo shirkatinglarning ro'naq topganligini tabriklayman. Ha? Rahmat sizga. Bang aka, qani haraq qiching. Rahmat. Hey. Bey oqsoqol ham bizning jo'jog'mi kelibdi. Xo'jayininglarning obro'yi bak yo'q ekan. O'qimadim. Lina bo'g'ochqa kelgandi. Qarang. Bey oqsoqol ham ajnabiylarmi kelibdi. Siz bu ishga ko'proq yordam qilsangiz. Xotirjam bo'ling. Siz mi ishdan tushdingiz? Bugun kechda birga tamoq yeylik. Men hozir damelatyman. Bundan keyin sizga ko'p ovorchiligim tushdi. Lina, sen men uchun ishlaganda bunchalik kuch qolmayding-ku, ha? Bo'ldi, mening ishim bor, men ketay. Mo'yinim, obdan ishlang. Janaka, men sizning gapingizni anglayman. Tan xo'jayin. Bey oqsoqol keldi. Bey oqsoqol, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Anglashimcha tijoratingizdek obdan ketib o'tibdi.
Tianjin, Wuhandimi tarmoq shirkat quribsiz, shunday emasmi? Ne degeni, sizning yerimingizmi teng kelmaydi. Ay, nima deydigansiz? Sizning birodaringizmi savdo firmasi quribdi. Buningda sizning qobiliyatingizning yuqorligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Bey Aksakal, uqishmaslik bo'lib qolmasin. Bu shirkat bilan mening munosabatim yo'q. Bugun men tabrikligga keldim. Bey Aksakal, hozir zamon yoshlarning. Ay, men yashinib qoldim desam, siz yashinib qoldim deysiz-ku. Men yana bir necha do'stim bilan ko'rishmak istadim. Birga bilan maydigan bo'ldi. Men qarab turay. Marhamat, marhamat. İnim, obda işlem. Acha, sarangga sotdimi? Sarangga eling. Eling-a? Acha, sarangga eling. To'xta. Şafın, maşinaga chiqing. Sizni opirib qo'yay. Bo'ldi, siz menga yugurang. Yo'limiz bir emasmi? Qani, mashinaga chiqing. Bayatdan sizni ko'p izlab ketdim. Siz baldurla chiqib ketibkansizda. Men kirib tabriklab qo'ydim. Hozir men undaq so'rovlarga berishni xohlamayman. Yashinib qoldim. Mo'rinjim bilan ko'rishib turamsiz. Nihoyat oz ko'rishimi? Sizga telefon berib turg'andi. Mo'rinjim bak tirishchan, yangi shirkat qurish uchun uyqudan voz kechyotdi. Bo'lmasa tashabbuskorlik bilan siz uni izlab bering. Qandaq dedim? Hey, bunu ko'rib baqa. Boshqalar ishdan tushgili uzun bo'lib ketdi. Siz ajab qaytmabsiz-ku? Mening yana ozroq ishim botdi. Bahoda masala yo'q. Faqat mal sifatlik bo'lsa-la, chin xo'jayin, ati mal avrishkisini avatib bering. Shundaq. Shundaq. Faqat mal og'uchi rozi bo'lsa-la, hamma ish o'g'ay bo'lib ketadi. Bu shundaq bo'lsin. Xo'shamsa. Hey, aka, biz bir oyga qolmay 10 cho'ng sodini bitirdik. Texi yetarlik emas. Men malni bevosita chet elga o'tkazmikin deyman. Undaq foyda texmi ko'p bo'ladi. Bir kun aldirash o'tib, bak erib ketdim. Aka, undaqda biz yunayli, ha? Bugun kechdim, yana kechlik ziyofatga borman. Şofun acha bilan bu. Undaqda men ketdim. Hey, şofun bilanmi? Undaq emas. Hey, u sizga telefon berib ekan, xabaringiz yo'qmi? U menga telefon berib ekanmi? U sizga 3 qatim telefon berdi. U da sizga bag'aj qoldirib qo'ygandi. Mush yerda qo'ygandim. Hey, qara. Mana. Unaga telefon bering.
Keldingizmi? Ha. Şoför, siz bana nurgun qatim telefon berip kelsiz. Men yok idim. Amal yok. Bek aldıraş bolup ketdim. Hem işni özüm qilmasam bolmaydı. Şoňa Kerek yok. Şirket yeni qurilganda mushundaq bo'ladi. Men sizni avar bo'lib qolmasin deb ularga bag'aqchi qoldirishni aytgan edim. bundaq emas şoför. Mening sizga telefon bergim bor. Gepim rost. Qani o'tiring. Şoför. Bunu sizga gap keldim. Oddiy ko'mik aytasiz. Bek chiroyli ekan. Men mal Sizlikka yuqori bo'lgan Yaxshi eng ko'rasiz, yangi kim bilmadi. uyg'urcha ovozliq Men nodir de yaxshi filmlarni ko'raman. ko'rmoqchi va Rahmat. tushirmoqchi Bundaq bo'lsangiz taqab qo'yay. film xumar suzuk film to'riq kiring. O'tirib turing, men say ep chiqay. To'rbat adresimiz Hadi yo'q. www.ticket Men bugun film kechda xumar ticket yeni ziyofatga borman. Bu yerda tamoq yemayman. Biroq men hammani tayyorlab qo'ydim. Siz telefonda ma'qul bo'lgandingiz-ku. Şoför. Kechiring. Bugun kechga uchrashishni tunigilib bitishib qo'ygan. Lina menga ikki chet ellik savdogarni tanishtirib qo'ymoqchi edi. Agar bu savdoda kelisha olsak, keyingi tijoratimiz texmi ravonlashadi. Qani siz deb baqingchi. Shundoq. Undaqda bo'pti. Ketavering. Şoför. Ben maqsadlik unda qilayotganim yo'q. Sizga telefon beraman. Men ketdim. Şoför. Sizga bir og'iz gapim bor edi. Uzundan beri sizga demoqchi bo'lgan, lekin Nima? 我不想让你在百乐门唱歌。为什么？我现在事业上有点成就了，也有了一点钱，够你生活的。我自己有手有脚，干嘛要靠别人来养活？反正你在那种地方做，我就是不喜欢。谁会喜欢？可是我得生活。我有钱嘛，足够你用，所以你根本不用再在那儿做了。我凭什么要你的钱？我要靠自己，我不要靠别人来养活。好吧，我没时间了，咱们改天再谈吧。再见。莫大哥，丽娜小姐来了。莫大哥，这位是史密斯威廉士。你好，莫先生，见到你很高兴的。你请坐。谢谢。不知道威廉士先生看了咱们的货以后觉得怎么样？我很满意，价钱也差不多。啊，哈哈。威廉士先生，这是我们预定好的合约，为期1年，
请过目。啊。威廉士先生，莫大哥的信誉是出了名的，跟他做生意尽管放心吧。好，让我看完。我对这个合约很满意，何况莫先生你又是白小姐介绍的，谢谢。我们现在就签字吧，而且我希望我们的合作能使大家都愉快。谢谢谢谢。啊，谢谢你了。莫大哥，啊，你看，大伙儿正在干呢。多谢谢啊。这批货马上就能运完了。好啊，你放心好了。嗯，很好。
起了头。